Mijoz bilan muzokaralarda o'zingiz xohlagan bitimga erisha olmayapsiz. Investorlar qarshisida o'zingizning g'oyalaringizni to'liq ko'rsatib bera olmayapsiz yoki hamkorlar bilan uchrashuvlarda kelishuvlar tuza olmayotgan bo'lsangiz, bu video albatta sizga foydali bo'ladi. Assalomu alaykum, men Najot Nur, 13 yillik pedagogik tajribaga ega nutq ekspertiman va shu vaqtgacha 800 dan ortiq o'z sohasi mutaxassislari va biznesmenlarga muzokaralarni qanday o'tkazish bo'yicha dars o'tganman va shu bilimlarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bugungi muzokara mahorati darsimiz biznes egalari, top menejerlar va B2B sotuv bilan shug'ullanadigan savdo menejerlari uchun juda ham foydali bo'ladi. Xo'sh, muzokara o'zi nima? Keling, aynan shu savolga dastavval aniqlik kiritib olsak. Muzokara bu ikki yoki undan ortiq tomonlar o'zaro manfaatli kelishuvga erishish uchun olib boriladigan muloqot jarayonidir. Biz hayotning turli jabhalarida turli xil muzokaralarga duch kelamiz. Masalan, oila a'zolarimiz bilan muzokara, turmush o'rtog'imiz bilan muzokara, farzandimiz bilan muzokara, og'aynimiz bilan muzokara. Hatto ba'zida ota-onamiz bilan ham muzokaraga borishimizga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, hamkasblarimiz, xodimlarimiz, ishga olinayotgan yangi ishchi bilan bo'ladigan muzokara yoki hamkor bilan, sherik bilan va hokazo jamiyatning turli jabhalarida faoliyat yuritadigan insonlar bilan bo'ladigan kelishuvlar bu muzokaradir. Xo'p, siz uchun aslida muzokara nima? Va muzokarani olib borishdan avval nimalarga e'tibor berish kerak? O'zi umuman muzokaraga qanday tayyorgarlik ko'riladi? Muzokara qanday olib boriladi? Muzokarada g'alaba qozonish qanchalar muhim? Va muzokarada yutqazmaslik qanchalar dolzarb? Bizga murojaat qiladigan ko'plab o'quvchilar muzokara jarayonida, investorlar bilan muloqotda yoki hamkor topayotgan paytda muzokara qoidalarini bilmaganligi sababidan, muzokara olib borish mahoratini bilmaganligi sababidan muzokarada pozitsiyani berib qo'ygani, yutqazgani yoki ko'p million, hatto milliard sonli mablag'lardan voz kechishiga to'g'ri kelgani yoki katta miqdordagi pulga tushganliklarini aytishadi, bundan shikoyat qilishadi. Bu narsa juda oddiy. Aslida biz muzokara olib borish mahoratini o'rgansak va uning bosqichlarini yaxshilab bilib olsak, nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida ma'lumotga ega bo'lsak, nutqiy mahoratimiz yuqori bo'lsa, texnikalarni bilsak va detallardan unumli foydalana olsak, eng kamida muzokarada win-win tarzida natijaga erishishimiz mumkin. Xo'p, muzokara bu jangmi degan savol tug'iladi. Yo'q, muzokara jang emas. Muzokara bu bosqichma-bosqich olib boriladigan strategiyadir. Va biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihat bu muzokaraning bosqichlaridir. Ya'ni kim bilandir muzokaraga kirishmoqchisiz, nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Birinchi jarayon bu albatta tayyorgarlikdir. Muzokaraga tayyorgarlik ko'rasiz. Muzokara o'tkazilmoqchi bo'lgan inson haqida ma'lumot to'plashga harakat qilasiz. Ijtimoiy tarmoqdan, internetdan, yon atrofda ularni taniydigan insonlarni suhbatga chorlab, ular haqida ma'lumot yig'ishni boshlaysiz. U insonning shaxsiyati qanaqa, uning kompaniyasining natijasi qanaqa, uning imiji qanchalik darajada bu bozorda, bu jamiyatda va u inson bilan munosabatga kirishilsa, bu biz uchun manfaatlimi yoki aksincha biz yutqazamizmi bundan? Bularni hammasini atroflicha obdon o'rganib bo'lgandan so'ng, tayyorgarlik ko'rib bo'lingandan so'ng, u insonning shaxsiyati, kompaniyasi, natijalari, atrofdagilar bilan munosabati, begonalar bilan munosabati, xodimlarga bo'lgan munosabati va hokazo jihatlarni o'rganib turib, ana keyin muzokaraga kirishsak bo'ladi. Ya'ni munosabat o'rnatishga kirishsak bo'ladi. Biz muzokara olib boriladigan tomon bilan munosabatga kirishar ekanmiz, bitta muhim nuqta bor. Ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi. Ya'ni muzokaraning qaysi nuqtada olib borilishiga.
Masalan, sizga savol bersam, ikki kishi ikki xil nuqtada muzokara olib boryapti. Yoki deylik, sizni muzokaraga chorlashyapti. Biri restoranga taklif qildi yoki ko'chada birorta kafeteriyada ko'rishdi siz bilan va tegishli mavzu bo'yicha siz u bilan muloqot olib bordingiz. Ikkinchi bir inson sizni o'z ofisiga taklif qildi. Qaysi biri sizda ko'proq ishonch chaqiradi? Dastlabki holatda. Albatta, o'z ofisiga taklif qilgan inson sizda ko'proq ishonch uyg'otadi. Nimaga? Chunki bu biznes olib borayotgan inson aniq lokatsiyaga ega. Tushunyapsiz-a? Ikkinchi tomonniki esa mavhum. Uning ofisi bormi, yo'qmi, savol ochiq qolyapti. Va uning nechta xodimi bor, savol ochiq qolyapti. Va hokazo, hokazo. Demak, biz hech qachon muzokarani restoranda yoki ko'chada, birorta kafeda olib borishimiz maqsadga muvofiq emas ekan, dastlabki davrda. Diqqat qiling, dastlabki davrda bunday qilish maqsadga muvofiq emas. Va muzokaradan maqsadingiz nima ekanligini avvalo o'zingiz bilib olishingiz kerak. Xo'sh, bu muzokara mening kompaniyamga yoki mening shaxsiyatimga, menga qanday manfaat keltiradi? Nima beradi menga? Va u bilan qilinadigan hamkorlik xalqqa, atrofdagilarga qanday manfaat keltiradi? Ularga nima beradi? Va ikkinchi tomonga bu hamkorlik qanday manfaat, qanday foyda keltiradi? Bularni obdon o'ylab olishingiz kerak. Va dastavval tayyorgarlik ko'rarkansiz, eng avvalo shart, imtiyozlar, savollarni oldindan tayyorlab borishingiz kerak bo'ladi. Va imkon darajasida muzokarani o'z ofisingizda o'tkazishga harakat qilishingiz maqsadga muvofiq va kelayotgan insonni ko'pchilik bo'lib kutib olish maqsadga muvofiq. Agarda ikkinchi tomon sizni o'z ofisiga taklif qilayotgan bo'lsa, hech qachon yolg'iz bormasligingizni maslahat beraman. Bu ularga qaysidir ma'noda ruhiy bosim o'tkazishga yordam beradi. Chunki bilmaysiz, u yolg'iz kutib oladimi sizni, ko'pchilik bilan kutib oladimi va bu kamida 3, 4, 5 kishi bo'lib borish, garchi yon qanotlaringizdagi insonlar suhbatga aralashmasa-da, ruhiy bosim o'tkazishga yordam beradi. Qaysidir ma'noda bu muzokaraning natijasiga ijobiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Endi muzokaradagi muhim nuqtalardan biri bu ilk taassurotdir. Ya'ni bekorga aytilmagan, sizning tashqi ko'rinishingizga qarab sizni kutib olishadi, fikr mulohazalaringizga qarab sizni kuzatib qo'yishadi deya. Ya'ni imij masalasi o'ta muhim. Soch turmagingiz, umuman tashqi ko'rinishingiz, klassik uslubda kiyinganligingiz bu muhim narsalar. Lekin agar biznes egasi bo'lsangiz, casual uslubidan ham foydalanishingiz mumkin. Qisqasi, o'ziga qarab yuradigan inson belgilari sizda ko'zga tashlanib turishi maqsadga muvofiq. Bu narsa ishonch chaqiradi. Va keyingisi samimiyatdir. Kayfiyat. Samimiyat masalani kamida 50% ga, tabassum masalani kamida 50% ga ijobiy hal bo'lishiga sababchi bo'lar ekan. Ochiq bo'lish, sokin bo'lish, xotirjam bo'lish va ko'proq tinglovchi pozitsiyasida bo'lish maqsadga muvofiq. Ikkinchi tomonni ko'p eshitsangiz, hurmatga loyiq ko'rilasiz. Ko'pincha shunaqa holat bo'ladi. Ikkinchi tomon o'zini tanitishga, o'zini taqdim etishga, ko'p gapirishga harakat qilishadi. Yo'q. Avvalo kelishib olish kerak. Ya'ni muzokara olib borar ekansiz, ikkinchi tomon ko'p gapirib qo'yishini oldini olish, vaqtdan unumli foydalanish uchun dastavval chegaralarni belgilab olish. Soatga qarab turib, taklifimizni qabul qilganingiz uchun rahmat. Bizni hozir yarim soatcha vaqtimiz bor taxminan. Va bundan so'ng men boshqa bir uchrashuvga borishim kerak bo'ladi. Shu yarim soat ichida inshaalloh hal qila olamiz va bir qarorga kela olamiz degan umiddaman. Qabilida o'z pozitsiyangizni bildirib qo'ysangiz, ya'ni bu odam vaqtini qadrlar ekan, bu odamni vaqti o'lchoqliq ekan va reja asosida yurar ekan degan tasavvur paydo bo'ladi ikkinchi tomonda va u sizni vaqtingizga ham, o'zingizga ham hurmat bilan munosabatda bo'lishni boshlaydi. Endi biz bilmaymiz qanday inson bilan ko'rishamiz, balki u mahoratli muzokarachidir. Uzoq yillik tajribaga ega muzokarachi bo'lishi mumkin va sizga qandaydir ruhiy bosimlar,
o'tkazishi mumkin. Ammo agar uning mahoratli ekanligini his qilsangiz, u masala sizning foydangizga emas, aksincha zararingizga hal bo'layotganini his qilsangiz, kuchli muzokarachi oldida bo'lib qolsangiz, himoya bloklaridan foydalanishni, ko'p ham u insonga eye contact qo'llab qarayvermaslikni va mana bunday bloklarni qo'llashni, atrofni kuzatishni va har zamon uni ha deb tasdiqlab turishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni orqaga biroz tisarilgan holatda. Ammo u gapirib bo'lgandan so'ng oldinga yuzlanib, qaddingizni tiklab turib, keyin gapirish, uni ko'zlariga boqib gapirishingiz maqsadga muvofiq. Agar shunda ham u tomon sizni gapingizni bo'ladigan bo'lsa, yana bu yerda himoya mexanizmi ishga tushirilib, aniq pozitsiya bildirilishi maqsadga muvofiq. Bu nima? Oldindan kelishib olsak, siz gapirdingiz va men kutib turdim, sizni gapingiz bo'lmadi. Keling endi men fikrlarimni oxirigacha yetkazib olsam, keyin sizni eshitsak qabilida munosabat bildirilsa, yana u odamni sergak tortishiga sababchi bo'ladi bu holat. Yoki boshidan o'sha vaqt masalasida limit borligini bildirar ekansiz, tartibni aniq belgilab qo'ysangiz, ikkinchi tomon uchun ham bu manfaatli bo'ladi va yana ham sizga bo'lgan munosabat o'zgaradi. Jiddiy munosabatda bo'lishni boshlaydi. Keling kelishib olamiz. Oldin men o'zimni tanishtirsam va nima uchun bu yoqqa kelganim va muzokaraga kirishayotganim sababini bildirsam, suhbat asnosida keling bir-birimizni eshitsak, konstruktiv bir muloqot bo'lsa, agar mabodo savol yoki qanaqadir e'tirozlar paydo bo'ladigan bo'lsa, navbatimiz kelganda buni bildirsak qabilida jarayon boshqarilsa, ikkinchi tomon sizni ta'sir doirangizga tushadi. Ammo buni sezdirmasdan mahorat bilan, uni diliga ozor yetkazmagan holatda qilishingiz maqsadga muvofiq. O'zingizni tanishtirar ekansiz, doim tizimli gapirishni qasd qilishingiz va oldindan tayyorgarlik ko'rishingiz shart bo'ladi. Bu nima? Ya'ni o'zingizni tanishtirdingiz, yutuq va natijalaringiz haqida gapirdingiz, undagi muammoni ko'rdingiz va sizda unga yechim borligini aytyapsiz va oxirida chiroyli qilib taklif berasiz. Ya'ni ma'lum bir summa ko'rinishida u odamga taklif bildirasiz. Tushunyapsiz-a? Tizimli ravishda fikr bildirilayotgani, bu taklif qisqa, lo'nda, sodda ekanligini va tizimli ekanligini ko'rgan odam siz bilan boshqacha gaplashadi. Uni sizga bo'lgan munosabati o'zgaradi va haqiqatda siz berayotgan taklif bir qiymatga ega bo'ladi. Garchi siz o'z sohangizni mutaxassisi bo'lsangiz ham, agar fikrlaringizni tizimli ravishda, chiroyli, sodda, aniq, o'tlab ketmagan holatda bildira olmas ekansiz, sizni mutaxassis sifatidagi qiymatingiz tushib ketadi. Va buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Buning uchun bizda doim tizim bo'lishi kerak. Bizda notiqlik mahorati bo'lishi maqsadga muvofiq. Muzokara olib borish bu kommunikativ jarayon. Notiqlik mahorati ham kommunikativ jarayon. Bularning har ikkalasi kommunikatsiyadan chiqib keladi. Lekin notiqlik mahoratini egallash shart bo'ladi muzokara ilmini o'rganishdan avval. Chunki u yerda asosiy instrument, ya'ni muzokara mahoratidagi asosiy qurol bu nutqdir. Konstruktiv nutq. Va nutq davomida, umuman muzokara davomida ta'sir o'tkazish elementlaridan foydalanishni maqsadga muvofiq deb bilamiz. Bu nima? Ya'ni kuchli ko'z kontakti, u odamni kuzatish va mimikalar bilan uni boshqarish, eshituvchi pozitsiyasida turar ekansiz. Hatto jim turib indamasdan u odamga savollar bersa bo'ladi. Deylik. Shubha bilan masalan qarayapsiz. Haqiqatda bu sizning natijangizmi? Mening biroz shubham bor bunga qabilida. Yoki sal hayratni ko'rsatib turib, u odamni boshqarish mumkin va u odam sizga o'zini taqdim qilar ekan, bu odamni hayratlantira olmayapman yoki uning ichida qandaydir shubha, gumon va savollar paydo bo'lyapti degan o'y hayol bilan o'zi bilmagan holatda gapirmasligi kerak bo'lgan ko'p narsalarni oldingizda ochib dasturxon qilib qo'yganini o'zi ham sezmay qoladi. Umuman bu qurollardan unumli foydalanar ekansiz. Albatta muzokara jarayonida g'alaba qozonishingiz muqarrar. Va eng yaxshi yana bir instrument borki, oyna effektidan foydalanish.
u odam gapirayotgan paytda qanday jestlarni ishlatyapti, gavdasini qanday tutyapti. Ana shu narsani ketma-ketlikda, unga bilinar bilinmas holatda ko'zgu bo'lishga harakat qilishingiz va gapirayotganda u kabi gapirishga harakat qilishingiz sizga nisbatan iliq munosabat shakllanishiga sabab bo'ladi. Va agarda kelishuv, muzokara ijobiy yakun topadigan bo'lsa, samimiy kelishuvni amalga oshirish va buni shartnomaga muhrlash juda oson kechadi. Ammo shartnoma bu alohida jarayon. Shunday bo'lsa-da, qisqacha u haqida to'xtalsam, shartnoma qilinar ekan, kelishuvlarni aniqlab olish kerak va 20 dan ortiq kelishuv punktlari bor. Ana shu punktlarni barchasini birma-bir ko'rib chiqish kerak. Ya'ni tomonlarning majburiyatlari nimalardan iborat bo'ladi, muddatlar kelishiladi yoki ikki tomonlama javobgarlik, masalan jon bor joyda qazo bor. Bu holatda nima bo'ladi? Force majeure holatlarda nima bo'ladi? Agarda tomonlardan biri chiqib ketadigan bo'lsa, qanday yechim bo'ladi? Bu tushunmovchilik yuz bermasligi uchun albatta hammasi inobatga olinishi kerak bo'lgan jarayonlar. Shu jihatlarga ham e'tibor berishingiz va bu bo'yicha mutaxassislarga murojaat qilib, yuristlar xizmatidan foydalanishingiz. Endi bilim oldik-ku, yetar shu qabilida ish tutmasligingizni maslahat bergan bo'lardim. Agarda jarayon ijobiy yakunlanadigan bo'lsa, bu muzokarani kichik bir hadya bilan yakunlash maqsadga muvofiq. Ya'ni u tomonda albatta siz haqingizda ijobiy taassurot qolishi kerak. Eng kamida muzokara 60 ga 40, 70 ga 30 tarzidagi sizni g'alabangiz emas, balki win-win bo'lsa, ikkinchi tomon uchun ham manfaatli, foydali bo'lsa, bu aloqalar uzoq, barakali, xayrli davom etadi. Umuman, yuqorida aytganimdek, muzokarani chiroyli tarzda olib borish uchun insonga mahorat kerak, tajriba kerak va mashq kerak. Yuqorida aytdim, muzokarani olib borish uchun sizga notiqlik mahorati kerak bo'ladi. Va notiqlik mahoratini, muzokara san'atini o'rganishdan avval o'rganishingiz siz uchun birmuncha manfaatlidir. Chunki notiqlik mahoratini bilmasdan turib muzokarani o'rgangan odamlar bu quroldan unumli foydalana olishmagan. Buni o'z shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytyapman. Albatta, muzokara san'atida notiqlik mahorati alohida ahamiyatga ega bo'ladi va siz nutq mahoratingizni oshirishni istasangiz, video ostidagi havola orqali notiqlik kursimiz haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.